Assalomu alaykum. Kemamizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan telefonda hech qanday programmasiz jonli efir qilishni o'rganamiz. Ba'zi videolarda telefonda jonli efir qilish uchun Play Marketdan dasturlar tortib olinadi, lekin ular ko'ngildagidek ishlamaydi. Bugun biz sizlar bilan telefonda hech qanday programmalarsiz jonli efir qilishni o'rganamiz. Buning uchun internetni yoqamiz va YouTube tarmog'iga kiramiz. Plus tugmasini bosamiz va bu yerda live bo'limini tanlaymiz. Mana bu yerda turgan qalamchani ustiga bosamiz. Bu yerga zinachok qo'yamiz, ya'ni preview. Undan keyin videoingiz sarlavhasini yozasiz va mana bu yerda screencast degan yozuv bor. Ana o'shani yoqib qo'yamiz. Kanalingiz monetizatsiyaga ulangan bo'lsa, uni ulab qo'yamiz va next tugmasini bosamiz. Bolalar uchun emas va yana next tugmasini bosamiz. Mana bu yerda go it tugmasini bosamiz va 3 sekund vaqt sanaydi. Mana bu yerda Start Now tugmasini bosamiz. Ekranni screen kamerada zaps qilyapti. Mana bu tugmani bosib, kamerani o'chirib qo'yamiz va buni kichikroq formatda qilish uchun nastroykasiga kirib, mana buni kichraytirib qo'yamiz va bu juda kichkina holga keldi. Ana endi chatni ochib qo'yamiz va xohlagan o'zingiz tayyorlab qo'ygan, mana bu men Mix Player'da tayyorlab qo'yganman. Mana bu Mix Player'da playlist bor. Birin-ketin qo'yaverasiz. Mana bu yerda Play All-ni bossangiz, videolar asta-sekin ko'rina boshlaydi. Hamma narsani qilib bo'lgandan keyin mana bu Go Live tugmasini bosamiz va jonli efir boshlanadi. Endi bu jonli efirni notebook yoki kompyuteringizdan kuzatib borish imkoniyati ham bor. Buning uchun kompyuteringizdagi brauzeringizga kirasiz, kanalingizga kirasiz va jonli efir bo'limiga kirsangiz, avtomat tarzda jonli efir bo'layotgan videoingizga olib boradi. Uni ustiga bosasiz va mana bu yerda nechta odam ko'rmoqda, hammasi ko'rinib turadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kemadan uzoqlashmang. Siz kutgan va qiziqtirgan mavzular hali oldinda.